O'zbekiston terma jamoasining sobiq murabbiyi terma jamoani keskin tanqid qildi. Assalomu alaykum. Kuzatib turganingiz Sport Plus kanali. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib ketishni unutmang. Demak, bugungi dasturni boshladik. Sobiq murabbiy Valeriy Nepomniachtchi O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtirokini baholab, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Menimcha, O'zbekiston terma jamoasi katta natijaga erisha olmaydi. Biroq ular syurpriz taqdim etishi kimnidir qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Jamoaning guruhdan chiqishiga shubham bor. Menimcha, keyingi bosqichga Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari yo'l oladi, dedi Nepomniachtchi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etadi. Vakillarimiz mundialning K guruhidan o'rin olgan bo'lib, Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Shomurodov mundial haqida ta'sirli fikr bildirdi. Bu hayotimdagi eng katta orzularimdan biri edi. Futbolchilik faoliyatimdagi eng katta orzuim O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan jahon chempionatida qatnashish edi. Mana shu maqsad amalga oshgach, futboldagi hayotim davomida o'ylagan barcha narsalar ko'z oldimdan o'tdi, dedi futbolchi UFA matbuot xizmatiga bergan intervyusida. Qadrli do'stlar, siz Nepomniachtchi fikrlariga qanday qaraysiz? Albatta, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videolarimizga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.